hech qanaqa nagruzkasiz, xuddi hali hokimiyat eshiklariga o'xshab ochilib yopilyapti. Assalomu alaykum Tojikiston. Biz O'zbekistondan Pashta 1300 kilometr masofadan Tojikistonni Tursunzoda Regar Bog'bon degan joyga Shedev fasondagi darvozamizni olib keldik. Internet foydasini shunday ham bilishimiz mumkin. Boshqa davlatlarda ham biz ishimiz insonlarga qiziq, odamlar qiziqish bildirib ko'rishayotgan ekan. Mana internet foydasidan shu insonlar bilan tanishdik, ishlarini ideal darajada bitirib berdik. Darvozamiz polnisi qalin materialdan 4 qavatli holatda ishlangan. Orqa tomonlarini ham obzor video davomida ko'rishingiz mumkin. Darvozamiz общий chetidagi tumbalari bilan 6 metr holatda, balandligi 385 bo'lgan. Orqa tomoni tekis, oldi tomonda bitta list qo'yganmiz. Uni ustida yana bitta bukilgan list, uni ustida gulli listimiz bor. Shu hisobda общий 4 qavat. Darvozaning ichki qismlarigacha bo'yalgan, orqasidan obshivka qilganmiz. Polnisi mayda detallarigacha qalin stenalar ishlatilgan. Yon tomonida ramkalari 3 stenada 10 ga 10 profil. Ichidagi ramka profillarimiz 2-1 stenada sergilanib 5 ga 5 profildan qilingan. Ichki ramkalarimiz polnisida 1.7 6 ga 4 profil ishlatilgan. Darvozamiz ichkariga ochiladi. O'rtada betondan tumba holatdagi joyi bo'lgan. Kolonnani polnisida metal bilan yopib tashladik. Darvozamiz orqa tomoni tekis holatda, qo'l izlari bor, changlar bor. Endi bu 1200-1300 kilometr Surxondaryo Deno tamojnidan olib o'tildi. Shuni hisobiga ozgina chizilgan joylari bor. Ularni biz petnolarni sepdik. Bu changlarga ahamiyat bermaysizlar, hammasi yuvsa ketadigan narsalar. Shunday katta bo'lishiga qaramasdan, og'ir bo'lishiga qaramasdan, darvozamiz ochilib yopilishi yumshoq. Darvozaning yopilishi alohida tema, juda ham yumshoq, ishoninglar.